1997-yili 2-oyning 5-kuni yuz bergan g'ulji yoshlarning Xitoy hukumatiga qarshi norozilik namoyishi qonliq bostirilgan edi. Shuningdan buyon 5 fevral g'ulji qirg'inchiligi muhojiratdagi Uyg'urlar tarafidan xotirlanib kelmoqda. Mazkur qonliq voqea shu davrlarni boshdan kechirgan Uyg'urlarda fojialik eslimalarni qoldirgan. Oradan 27 yil o'tgan bugungi kunda muhojiratdagi Uyg'urlar turli faoliyatlar bilan bu qonliq qirg'inchilikni xotirlamoqda. İstanbul'daki Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bugun yana 4-fevral İstanbul'daki Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamlik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Mazkur tashkilot bir necha kun burun xalqni namoyishga safarbar qilgan edi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Odiljon Qarqash apandi g'ulji qirg'inchiligini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik bostirishlarining dunyoga oshkorlanishi, shundaqla Uyg'urlarning Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi kurashlarining bir partiyasi deb atadi. Türkiye'nin Beyjingdagi bosh elchisi İsmail Haqqi Musa boshchiligidagi vakillar o'miki 30 yanvar kuni atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomining sekretari Ma Shunruy bilan ko'rishib, Türkiye Xitoy do'stligi va hamkorligini cho'nqurlashtirish, ikki tarafning savdo miqdorini oshirish, xavfsizlik hamkorligini kuchaytirish haqida o'rtaq tonish hosil qilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bosh elchi Xitoy bilan birlikda terrorlikqa qarshi turish, din va boshqa sohalarda hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Turkiyaning Uyg'ur qirg'inchiligiga sukut qilishi tanqidga uchrayotgan bir sharoitda bosh elchining Urumchi ziyorati andish qo'zg'adi. Xalqaro pul fondi tashkiloti ishlab chiqarish kuchining tuvallishi va nopusning qayrilishi sababidan Xitoyning iqtisodiy ostilishi kelgusi bir necha yilda davomlashi mumkin deb ko'rsatdi. O'tgan yili Xitoy o'yimlik kasbidagi qarz kirisining jug'rafiyalik siyosiy jiddiylik sababli kuchayishi va yer shari ehtiyojining ojizlashiga ergishib, Xitoy yaqinqi yillardan buyon eng osti eshishni ko'rdi. Xalqaro pul fondi tashkiloti 2-fevral e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, 2028 yilga borganda ish nisbatining texmi tuvallab 3,5% ga yetadiganligi mo'ljallanadi. İlgari bu yil 4,6%lik ish mo'ljallangan. Avstraliya hukumati bexatarlikni ko'zda tutib, Xitoydagi texnik shirkatlari ishlab chiqargan barliq kamera va ichki aloqa sistemlarini federatsiya parlament a'zolarining ishxonasidan chiqarib etishga boshlaganligini e'lon qildi. Avstraliya Moliya ministrligining amaldori bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoydagi texnik shirkatlari Dahua va Haykang Shivi ishlab chiqargan bexatarlik kameralarining 65 ishxonaga o'rnatilganligini bayon qildi. U yana kameralarning Xitoy axborotlar bilan uchur o'rtoqlashganligi sababidan chiqarib etishga boshlaganligini, 45 ishxonadagi Xitoy bexatarlik kameralarining ichki aloqa sistemasi bilan birga elib etilganligini bayon qildi. Avstraliya ilgari Xitoyning Huawei va Zhongshan shirkatlarining 5G mahsulotlarini ishlatishni cheklagan. Hindiston soqchilari Xitoy jasus o'rnida ishlatgan deb qaragan bir kaptarni tutib 8 oydan keyin qo'yib bergan. Hindiston axborot aloqa gazetining xabariga qaraganda 2023-yili mayda bayqalgan va Xitoyning jasusi deb gumon qilingan bu kaptarning Tayvandan Hindistonga kelgan musobaqa qushi ekanligi bekitilgan. Xitoyda Xitoychaga o'xshash yozmalar bo'g'ashqa soqchilarning diqqatini qo'zg'agan bu kaptar 8 oy tutib turilgandan keyin Bombay hayvonlarga rahimsizlikning oldini olish jamiyatiga evatilgan va jamiyatning mol doktorlari tomonidan tabiatga qo'yib berilgan. Italiyadagi dehqonlar Yevropa ittifoqining dehqonchilik siyosatiga davomli e'tiroz bildirish bilan bir vaqtda namoyishni poytaxt Rimga yetkazishga tayyorlik qilmoqda. Yaqinda yo'lga qo'yilgan dehqonchilik siyosati Yevropa ittifoqidagi nurg'un davlatlarda, bo'libmi Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Gollandiya, Belgiya, Polsha, Italiya va Vengriyadagi dehqonlarni rozi qilolmadi. Gretsiyaning Salonikardagi dehqonlar traktorlari bilan namoyish qilib, hukumatdan yordam talab qildi.